Assalomu alaykum. Xiva shahrimizning Qoq markazidan xohlasangiz 100% tayyor holatda, xohlasangiz korobka holatda kvartira izlab yuribsizmi? Manzili men uchun gipermarketda, supermarketda, vokzalga, ichankalarga yaqin bo'lsin deb turibsizmi? Bu videomiz точно siz uchun. Bu domimiz 3 qavatdan iborat bo'lib, balkonlaridan shaharni tomosha qilishingiz mumkin, hattoki penthouslar ham ega. Bu podezimizning giraverish holati, o'ng tarafimizda 3 dona xonadon, chap tarafimizda ham 3 dona xonadonimiz bor. Kengina bo'ladi podezimiz. Bu xonadonimiz 100% bitirib beriladigan damir eshiklari ega, общий 150 kvadrat bo'lib, nolovoy etaj ham bor bu tarafda. Bu tarafimiz esa koridor. Yo'q, men o'zimni diydimdagi dizaynlar bilan ishlab tuzaman desangizlar, xohlasangizlar korobka holatidan bor. Bu penthouse'imizning ko'rinishi bo'ladi. Penthouse ya'ni ayvonli xonadonlarimiz o'zi 240 kvadrat, 110 kvadrat xonadoni, 130 kvadrat ayvonchasi. Ana endi manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Xiva shahar vokzalining ro'parasida, tunneldan chiqib kelaverishlaringizda chap qo'llaringizda bo'ladi. Inachi domimiz bo'ladi. Ana endi eng asosiy joyi narxina keladigan bo'lsak, narxini 5 milliondan 6 million atrofida deb turibdilar. Kvartiramizning kvadratini batafsil ma'lumotlarni shu telefonlarga telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin.